ishlayapmiz, ishlab kelyapmiz. Materiallarini kesib qo'yganman, buzib qo'yganman. Buni o'zi ham tabiiy bo'yalganmi shunda? Ya'ni qo'lda stanoklarda tikilgan. Da. Qizlarimiz mana bu yoqda kelmaydi, bu narsani qila olmadim degan narsa bo'lmasligi kerak. Nimagadir menda o'sha narsa bo'lmagan umuman. Biz Dinara bilan unaqalar juda ko'p bo'lganmiz, hech manda aktrisa chiqmaydi-da. Xuddi shuni sifatsizlari ham bormi? Mabodo endi boshlayotganliklari uchun. Qizlar mikrofon yo'q-manda. Shunda siz nima qilyapsiz, Nargiz opa o'zi? Shu jarayonni hammasini buni ham bo'lar ekan-ku, buni ham yopib qo'yaylikmi? Bildiradi Dinara, mana qo'ysiz, indamay deydilar-da keyin. 1 2 3. 1 2 1 2 3. Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun biz Nargiz opamnikida mehmonda biz. Nargiz opam tikuvchi va dizayner. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Bizning yaxshi kuzatuvchilarimiz, mehmonimiz kuzatuvchilari. Men Dinara atelyeni rahbariman. Dizaynerman, tikuvchiman, bichuvchiman. Hamma ishlarni qilaman shu atelyeda. Rahmat, Nargiz opa. Endi o'zingiz haqingizda. Men 1981-yilda tug'ilganman. Oliy ma'lumotliman, oilaliman. Shu kasb bilan 98-yildan beri ishlab kelmoqdaman. Shu meni nima deydi? Qalb kasbim, yaxshi ko'rgan kasbim shu. 98-yildan beri bo'lsa, necha yoshingizdan bo'libdi bu? Endi 17 yoshimdan 98-yil maktab tugatganman. Shuncha yildan beri mana shu kasbdaman. Qanaqa kirib qolgansiz bu kasbga? Endi bu kasbga kirishim avvalambor uydagi muhit, onam o'zlari buxgalter bo'lishida bo'lsalar ham baribir shu endi shu vaqtda shu davrlarda shunaqa bo'lgan, baribir shu kasb bilan ham shug'ullanganlar, tikuvchilik ham qilganlar ishdan tashqari, shunga qiziqqanman. Keyin endi oilaviy sharoitda keyin sal qiyinchiliklar bo'lgani uchun shu narsani qanaqadir o'zimda xohish uyg'onganda, shu kasb, mana shu tikuvchilik men uchun juda ham bir приятный shu narsa bilan shug'ullanish bo'lganda. O'zingiz qiziqqanmisiz? O'zim qiziqqanman-da. Qanaqa boshlanganingiz? Boshi qanaqa bo'lgan? Eng boshi shu ayamni materiallarini kesib qo'yganman, buzib qo'yganman. Shunday keyin qo'shnilarga keling, men sizga tikib beray deganman. Qo'shnilar chiqishgan, shu bilan ko'payib ketgan. Buzganman, tuzganman, ko'p xato ishlarni qilganman. Aytmoqchimanki, agar imenda mana shu tikuvchilik kasbi bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan qizlar hech qachon orqaga qaramasligi kerak. Nimaga? Ham boshqa ish qilib qo'ysa ham shu maqsadmi, shu narsani yaxshi o'rganmoqchiman. Ya'ni mana shu narsada o'zi masalan pul topish yoki mana shu narsadan o'zini rivojlantirish maqsadi bo'lsa qizlarda, shu narsada to'xtamasligi kerak. Men buzib qo'ydim, qo'limdan kelmaydi, bu narsani qila olmadim degan narsa bo'lmasligi kerak. Nimagadir menda o'sha narsa bo'lmagan umuman. Buzsam ham mayli deganman. Ayamni ham shunaqa tarbiyalari bo'lgan. Mayli bola, 3 metr 2 metr material, это ничего. Lучше давай mana dalshi material buzsang ham olib beraman, yana qayta qilasan. Baribir onaga ham bog'liq ekanda bu. Albatta. Onaga ko'p narsa bog'liq oilada. Masalan, ko'p narsalarni biz to'xtab qolishimiz mumkin. Agar bizga kimdir dalda berib, sen shu narsani qila olasan desa, zot yana ketaveradi. Siz boshdan bosh tikuvchi bo'laman deb kirishganmisiz? Yo'q. U payti men tikuvchi bo'laman demaganman. Maktab tugatganda men yuridiskiga o'qishga topshirganman. Juda ham baland ballar bilan o'qishdan yiqilganman. O'sha kun o'zida sochlarimga oqlar tushib, juda ham avval shunaqa bo'lardi-yu, bitta institutga topshirilardi. Bitta institutga topshirilardi. 191 ball bilan o'qishdan yiqilganman. 5 ball kontraktga yetmagan. 5 ball. 5 ball. Yana 196 проходной bo'lgan, 191
bo'lgan shu unaqa payt u daraja repetitorlarga borish, hamma maktabdan olinardi bilimlar, hamma narsa, hamma maktabda juda ham yaxshi bilim berilardi u Nechinchi yil gapni aytyapsiz hozir shunda? 97, 98-yil maktab tugatganman. O'sha yillar davrlari. To'g'ri, repetitorga ham boradigan vaqtlar bo'lgan. O'sha vaqtda ham kimlardir, lekin hammaning ham unaqa sharoiti bo'lib, hamma farzandini hozirgidaqa hamma repetitorga bermagan u paytlari. Shu ona tili, adabiyot, tarix, shu yo'nalishlar bo'lgan, chet tili 3 ta fan. Shu qaysidandir kam olgandirman-da, lekin anavi sinfdoshlarim 90 ball bilan ham Gorniy institutlarga, 87 ball bilan ham institutlarga kirgan, hamma kirgan mendan tashqari. Hech kim menikidaqa ball bo'lmagan, lekin juda ham переживать qilganman-da. Taqdir baribir insonni o'zi emas, taqdirni o'zi ham qanaqadir yo'nalishlarga insonni olib boradi-da, yetaklaydi. O'sha taqdirda yo'llari bilan ham odam ketaveradi deyman-da. Hamma qizlarga aytilgan gap aytilganmi sizga? O'qishga kira olmasak? Ha, shu erga beramiz deb. Shu aytilgan o gaplar, yo'q, erga tegmayman bo'lgan. Haqiqatan ham erga tegmaganman, kechroq turmush qurganman. Shunaqa. Nima qilgansiz? Mana o'qishga kira olmadingiz? O'qishga kira olmadim, lekin nima xayolingizga kelgan birinchi? Birinchi xayolimga kelgani, endi nima qilaman? Xo'p, tikuvchilik o'sha payt ham hayolingizda yo'q? Yo'q, tikuvchilik yo'q, lekin shu ish bilan men o'zi shug'ullanyapman. Baribir demak, siz repetitor maktabda bo'lgan paytda ham qilib yuribsizmi shunda? Ha, maktab vaqti ham, lekin o'sha vaqtda ham qanaqadir nimaga tushmaganman-u. Lekin shu tikuvchilik, ko'ylak tikish, qizlarga chiroyli biror narsa tikish, o'zimga bryuka tikish, bir narsa koftichkalar tikish yasama, o'zim xohlardim o'sha narsani-da. Nimalarnidir tikay, o'zimga kimgadir borib aytsam, qilib beradimi? O'sha ko'nglimdagidaqa narsani qilib beradimi degan savol bo'lganda, yo'q, lutchi o'zim qilaman deb. O'sha vaqt Burda jurnallari bo'lardi. O'sha Burda jurnallardan olib, bikrikalarni olib, endi baribir ular rus tilida bo'lardi. Maktabda yaxshi o'qiganmiz. Men baribir o'qishga kirdim qizlar, lekin ancha yillardan keyin o'qishga kirganman. Necha yillardan keyin? 30 yoshimda o'qishga kirganman. Meni yoshimda bo'lgansiz-da. Ungacha tikuvchilik bilan shug'ullangansiz shunda. Ungacha tikuvchilik bilan shug'ullanganman. O'zim atelyem bo'lgan, svadebniy salonim bo'lgan, kattagina Toshkent viloyati Olmaliq shahrida bozorning ro'parasida O'zbegoyim degan svadebniy salon bo'lardi. Juda ham katta. O'shadan kelin ko'ylak olganlar taniyotgan bo'lsalaringiz, agar eslolsa, mendan kiyingan qizlar bo'lsa eslolsa, agar haqiqatan mana shu kanalni kuzatsanglar, qizlar biroq yozib ketinglar. Juda ham ko'p ko'ylaklarimiz. Kim Nargiza opani taniydi? Toshkentda, Olmaliqda. Olmaliqda bozorning ro'parasida, domna tagida juda katta kvadrat metrda O'zbegoyim deb yozilgan svadebniy salonimiz bor. Siz buni yoshgacha men hamma narsani qilib o'sha ulgurgan edim. Siz biznesmen ham ekansiz-da, 30 yoshgacha pastcha. 2011-yilda unda yoshimni sразу hisoblamaylik mayli. Toshkent viloyatining eng katta rayoni hisoblanadi Ohangaron. Eng yaxshi tadbirkor ayoli tashabbus tanlovida qatnashganman. Menga oliy o'rin berilgan o'sha vaqtda. Nimalarni olib chiqqansiz o'tda? Nimalar o'sha svadebniy ko'ylaklarimiz, o'zimiz qilgan mana bu tikishlarimiz, bezaklarimiz, mana shular bilan eng yaxshi tadbirkor ayol nominatsiyasi bo'yicha shu sovrga loyiq deb topilganmiz va olganmiz. Mashaalloh, zo'r. Mana bu orqangizda kiyimlar menimcha ijodingizdan bo'lsa kerak-a? Bular mana shu yerda hali kam qismi kecha mana ro'za, hayitga juda ko'p narsa hozirgi vaqtda ko'p narsani tikib ham sotamiz. Endi, конечно, bizning atelye bo'lgani uchun ishlab chiqarish, katta объемный ishlab chiqarish qilmaymiz-ku. Sababi juda ko'pchilik bilan ishlashga hali anaqa o'zim psixologически tayyor emasman-da. Mana xil odamlar juda anaqa qilib biladi. U ishni ham endi keyinchalik yo'lga qo'ymoqchi biz. Demak, niyatingiz bor. Da, niyatimiz bor. Nima borasida qilmoqchisiz, agar sir bo'lmasa? Sir bo'lmasa, bizda hozir o'zimizda talab ayollarni shu sal arzonroq, ko'proq kiyiladigan
bezagi kamroq ko'ylaklarni Kelinlargami bu? Da, kelinlarga, ayollarga, qizlarga hammaga to'g'ri keladigan. Ya'ni bizda ayollarimiz asosan uyda, ko'chada ko'proq biz ish qilamiz, xizmat qilamiz. Bizning ayollarimiz xizmat o'shalarga yaxshi kiyadigan ko'ylaklarni chiqarish niyatida biz. Biza aytib o'tish kerakki, biza hozir Navoiy shahrida biza. Bu kishi ham kontingenti ayollarning talabidan kelib chiqqan holatda. Bu kishi ham birinchi anaqasi mani-ku birinchi vlogim bo'lgani uchun biza hayajonlanib, qayerda olayotganimizni aytmamiz. Navoiy shaharning qayerida bu? Navoiy shaharni o'zi, ya'ni mana sentri deyiladi-ku. Shaharning sentri, ya'ni Tinchlik ofisining ro'parasida joylashgan biza qizlar bemalol kelib. Kimga kerak bo'lsa, mana hozir ko'ylaklarini bitta ko'rib chiqamiz. Tikuvchilar oramizda bo'lsa, boshlayotganlar bo'lsa, biladi, yana o'rganib ham olish uchun bu qilinyapti sizlar uchun. Qani qaysini? Endi bizda ko'p mana kecha bayramda qizlar hamma narsani qilyaptilar. Bayram oldi juda ham yaxshi продажа bo'ladi-da, endi hayitda deydi. Navruzda, tim bo'ldi. Navruzda qizlar biz bunaqa narsa kiyish juda yaxshi ko'ramiz, bilasizlar. Milliy ko'ylagimiz, ya'ni bayramdan oldin biz chiroyli libosimiz bor-edi. Mana shundan. Men bunaqa fasonni yaxshi ko'raman. Realna Toshkentda, men Toshkentda yashayman. Respublikadagi ayollar, qizlarimizga to'g'ri keladi. Bu udobniy hamda, men Toshkentda yaqinda tikuvchiga mana shu modelni berib keldim. Mana shu model hozir menimcha moda bo'lsa kerak, a? Hozir modada juda chiroyli. Buni oldin zamochkaliklarimiz bor. Bu emizikli ayollar uchun bo'lsa, bu emizikli bo'lsa zamochkalik. Zamochkalik variantlarimiz ham bor. Hozir tugab qolganda. Bu hozir sotuvdami, shunda egasi bormi? Necha pul shuningiz? Bular 350 ming so'm. Nargiza haqiqatan material bozorga bor, issiqda yur, tanla, olib ket tikuvchiga. Bu tayyor. Arzimaydi haqiqatan borib, bozorlarda yurib, material olib, bunaqa tanlaganga, undan ko'ra tayyor mana qizlar. Haqiqatan. Mana shu ko'ylak haqida aytib o'tay. Shu bayram oldi. Shu ko'ylakni prosta bitta klientkamizga tikdik. Boshqa material, boshqasidan tikgandik. Instagramga istoriyaga qo'ygandik. Shundan sotuvga chiqaraylikmi. Juda ko'pchilik qizlarimiz yozdi, ayollarimiz yozdi, boshqa viloyatlardan yozdi. Agar adashmasam 4 kunda 70 dan ortiq ko'ylakni bizda kichkina atelye, bizda katta ishlab chiqarish emas. Uchun bu masalan объемный tikuvchi bo'lgan qizlarimiz biladi, ishlab chiqarish emas u, ya'ni atelye yo'nalishida ishlaydigan tikuvchilar bu narsani juda ham yaxshi biladi. 4 kunda 70 dan ortiq ko'ylakni dastavkaga chiqardik. Shu yon atrofimizga, Navoiy shaharning o'ziga shuncha ko'ylakni chiqarib berdik. Ya'ni bitta bayram kuni o'zi ham 20 dan ortiq yana ko'ylak so'rashdi-da. Buni уже biz dam olish kuni edik, afsus dedik. O'z ilojimiz o'sha kuni ishlasangiz bo'lmaydimi? Ishlasak bo'lmaydimi dedik-da. Qanchadan qancha Instagramda hozirgi vaqtda Instagram yaxshi ishlamay qolyapti, qizlar o'zlaringiz bilasizlar. Directdan keyin qarasam ham yana bir 20 tadan ortiq ko'ylaklarni уже zakaz qilib bizga dastavkaga chiqaring debdi-da. Odam даже mana tikuvchilarning o'zlari ham har doim ham bilmaydi qaysi model har doim ham klientlarning xohishi, klientlar qaysi narsaga ko'proq talabgor, nimani xohlashini biz ham o'zimiz ham oldindan bilmaymiz. Faqatgina model chiqqandan keyin o'sha narsani sпрос, ya'ni talab ko'p bo'lgandan keyin deymizda. Shunaqa. Bu nima material? Bu shok konditsioner, ya'ni dish. Shok desam ham buni shok yoqmaydi-da menga, lekin bu qanaqadir yaxshi material ekan. Endi bu joylari bor deydi. Endi bozorda shunaqa narx chiqargan, biz ham endi nima deydi, materialni shunaqa nomi bilan shunaqa. Bu demak havo o'tkazadi. Bu qanaqa havoga maslahat berasiz? Men o'zim shaxsan o'zimning maslahatim qattiq issiq bo'lgancha bemalol kiysa bo'ladi. Masalan, menga o'xshaydigani issiqda faqat lion yoki poplin kiyadi. Demak, bu issiq bo'lgancha. Issiq bo'lib ketgancha mana chillaga borganimizcha bemalol kiysak bo'ladi. Lekin ko'pchilik ayollarimizga ko'p kishiga kiyadi.
shaxsan meni o'zimni tanam, o'zimni kelib chiqishimdan aytishim mumkin. Men juda qattiq issiqda kiyolmayman. Men ham shunaqaman. Lekin ba'zilar kiyadi rostdan. Aytish kerakda, mana bir xil odam. Даже mana qaplin bir xil mijozimiz bor, aytadi, menga harir materiallari, boshqa materiallar hammasi yoqadi, lekin paplinda men isib ketaman deydi. Ha, yo'q, shunaqa ham bor. Ha, har bir ayolni tanasini vasqiyasiyasi, ya'ni qabul qilishi har xil. Shuning uchun bir narsani birdan maslahat bergan holatda, shu maslahat berayotgan vaqtimiz o'sha narsalarni ham inobatga olish kerak. Albatta. Shu narsani-da, masalan, inogda kimgadir juda ham yoqqan narsa kimgadir yoqmay qolishi mumkin. Hozir ustingizdagi kiyim ham o'zingizda. Ha, bu o'zimizniki, bemalol kengina, mana bunaqa lituchimish tikilgan. Lituchimish. Bu kiyla ishga naturalka pombarkdan tikilgan bu. Udobniy. Zo'r. Yenglarini bunaqa qilganimizning sababi bu materialni tikuvchi qizlarimiz hammasi yaxshi bilishadi. Injiq material, choklari ko'p bo'ladigan bo'lsa, material qisilib ketishi mumkin. O'sha uchun siz bemalol harakat qilishingiz uchun, bemalol hamma ishlarni qilib, hamma joyda yurishingiz uchun bularni sal bemalolroq mana shunaqa fasollarda tikkan ma'qul. O'sha uchun bunaqa materiallardan ko'pincha o'zbekcha tikiladi-da. Bu demak zamonaviy varianti. Zamonaviy variant. Zo'r. Keyingisi nimani ko'rsatmoqchisiz bizga yana? Endi ko'rsatadigan narsa juda ko'p. Yildan beri mana bu model. Voy, men shuni juda men o'zim sevganman. Olaman deb. Modellarimizni qayta tiklamiz, qayta ana qilamiz. Bularga talab bor. Bularga juda talab yaxshi. Mana butun viloyatlarga, hamma joylarga shunaqa chiqaraveramiz buni. Bu qaysilarini sizlar qilasizlar? Mana bularni bormi tikuvchilar shunda? Buni отдельный Nuroto kashtasi hisoblanadi bu. Mana Nurotoda qizlarimiz, mana shu tikuvchi qizlarimiz, mana materialini, mana bu tabiiy. Mana tabiiy mato, mana bo'yalgan tabiiy ipak. Buni o'zi ham tabiiy bo'yalganmi shunda? Ya'ni qo'lda stanoklarda tikilgan. Da. Bulardan mana boshqa variantlari ham qilib, hozir bizda hamma joy besporядка bayramdan keyin deydi-ku. Mayli, shunisi bilan qiziq. Shunisi bilan qiziq o'zida. Mana bu rangi, mana chiroyli. Bu полностью unisi challaroq ekan, bezaklari. Ish jarayonida-da mana chiroyli. Bularni paftor mana chiqaramiz. Bular modadan ham qolmaydi, talabdan ham tushmaydi-da. Shunda hozir siz bularni o'zi alohida kashtasini tiktirib kelasizmi? Buni mana shuni alohida kashtachi tikadigan qizlarimiz bor. Nurotadan olib keldi. Nurotada kashtachi qizlarimiz bor. Endi ular o'sha joyga bir ketgan deydi-ku. Imенно hamma respublikada ham taniqli dizaynerlar, hammasi imенно shu Nurotani o'zida, o'zini asl joyi, o'sha joyda shularni tiktiradilar. Men o'zim ham Nurotani keliniman. Yo'q. Yaxshi, zo'r. Keyin bu toshlarni o'zlaringiz qilasizlarmi shuni? Toshlarini qizlarimiz, mana bezakchi qizlarimiz bor. Ular bezaklarini qiladi. Tikuvchi qizlarimiz. Buni Nargiz opa qanaqa qilasiz? Buni polniy material, endi men bilmayman-ku tikuvchilikdan. Ozgina xabarim bor-u, uncha emas. Shunda hozir siz u materialni bichib berib yuborasizmi? Bitta mana shuni jarayoni, materialni likalasini qilib qo'ygan biza modelga andoza, asos andoza qilinadi. Asos andozadan imенно mana shu fason kerak bo'lsa, biz kartonda likalasini qilib qo'yamiz. Yo'q, men aytmoqchi bo'lganim, bu materialni bichib berib yuborasiz-da, keyin bular kashta urib kelami. Qanaqa bo'lyapti? O'sha gapimni oxirigacha aytayapman. O'sha likalasini shoshib ketyapman. Likalasi qilingandan keyin o'chadigan ruchkalar bor. Tikuvchi qizlarimiz biladi. Ya'ni parga bosganda o'sha ruchkalar yo'qolib ketadi. Xo'p. Likalasi, ya'ni kartonda bo'lgandan keyin biz o'sha likalasini chizib beramizda, qizlarga berib yuboramiz. Ular o'sha chizig'ini va qishiga qarab, keyin bezab tikib chiqadilar. Tushuntirib bildimmi? Ya'ni mana bu yaxlit materialga biz o'sha likalarni qo'yib, ya'ni andozani qo'yib, endi tillay baribir ketadi. Bizga o'xshaydigan, bilmaydiganlar uchun andoza deb ayting-da. Hozirdan men likalarni ham anaqa aylantirib o'tiribdi. Nima edi bu? Yo'q, o'sha likala degan, ya'ni andozasini
kartonda chizib berib yuboramiz. O'sha ruchka chiziqlariga qarab bular naqshlarini chizadi. Ya'ni bitta narsani aytib o'tay, naqshni boshqa faqat naqsh chizadigan qizlar chizadi. Ularga отдельно to'lov qilinadi. Naqshi отдельно chizilgandan keyin tikadigan qizlar, ya'ni o'zini uskunasi stanokiga qo'yadilar-da, ular tikib chiqadi. Ha, u целый protsess, jarayon bu narsada. Ular tikib chiqqandan keyin uni bizga jo'natadi. Biza bichgandan keyin ham shuni chiroyli qilib aytib ketdik, ko'pchilik savol beradi. Bu bichilgandan keyin buni tagiga biz обязательно dubleriya yopishtiramiz. Полностью dubleriya yopishtiriladi. Xo'p, shunda siz nima qilyapsiz, Nargiza opam? Shu jarayonni hammasini ana qilyapman-da. Kuzatyapman. Shu jarayonni hammasini qilish uchun ham menimcha ana qilish kerak-da. Odam kerak. Odam kerak-da. Mana ipini bog'lab qo'yaylik, chiroyli tursin. Mana qizlar. Men buni Instagramdan aytmoqchimanki, bir nimanidir yaralishida ko'p insonlarni mehnati ketadi. Mana shu narsada buni stanokda tikkan hunarmandlar. Oddiy batoni o'zini shunaqa. Qo'l mehnatini demoqchimanda, mana shu qo'l mehnatini qadrlaydigan. Nimaga bularni narxi bu daraja bo'lib chiqadi deb ko'pchilik odam aytadi. Hali biz viloyatda respublika, ya'ni Toshkent poytaxtga nisbatan narxlar ancha. Sababi shu kontingentni o'zini pulni oborotiga men ham olganman. Bilishlari uchun bu kishidan bitta ko'ylak olganman. Bunaqaga qurbim yetmadi hali. Toshkentdan so'rash kerak. Toshkentdan so'ramayman. Hozir shunda bu qancha? Bu hozir $250. Ko'rdingizlarmi qizlar? Ujma nimaga polsi protsessini, jarayonini aytib beryapman. Sababi qancha qo'l mehnati, nechta inson, birgina insonni mehnati emas, bu yerda o'sha nechta insonni mehnati ketyapti. O'sha narsalarni hisobga olgan holatda bu yillar davomida hech narsasini o'zgarmaydi. Na ipi, na rangi, na materiali, hech narsasi o'zgarmaydi. Ipi ham, ranglari ham. Ipini отдельно yana sotib olamiz. Uch qizlarga ip. Mana buni ham alohida sotib olasizmi shunda iplarini? Отдельно aytadi, menimcha grammlab, manchalab sotiladi deydi. Ipini men bu rangdan buncha, bu rangdan buncha ketadi. O'shancha pul bo'ladi deb aytiladi. Iplarini отдельно sotib olamizda, o'sha tikuvchi qizlarga iplarini отдельно beramiz. Bu jarayon. Albatta. Jarayonda birgina narsaga mana bunda har xil ranglar, boya ko'rganingizda bunda yashil bilan oq edi. To'g'rimi? Har qaysini ranglari, iplari отдельно hammasidan sotib olinadi-da, ularga beriladi. O'sha uchun qizlar arzon narsa emas demoqchiman. Arzon qilinglar deyishdan oldin mana shu videoni ko'ringlar. Lek oramizda tikuvchilar bo'lsa, arzon qil degan mijoziga jo'natsin bu videoni. Shunday. Keyin mana bularning bu ranglari bor. Lekin mana bitta narsani aytib o'tay, har xil chiroyli. Kashtani naqshini har doim ham men kashtachi qizlarga imенно ana shu naqshni qiling deb aytmayman-da. Qizlar o'zlari aytadi, "Voy, men bu narsa hozir bizda chiroyli, men bu narsadan ko'p tikyapmiz, men bu narsa ko'proq talabgor" deydi-da. Bir vaqtlar bo'ldi, biz endi ko'p sotamiz-ku. Mana chiroyli. Buni oq bo'lgani uchun anaqa qildingiz-da. Ololmaymiz buni paketdan. Olamiz. Olaylik. Bular mana kecha chiqarganimizga mana bir dunyo paketlarini mana hammasini sotilganga paketlarni chiqarib qo'ydimiz. Milliy zamonaviy narsalar. Bayram kunlari juda yaxshi anaqa qilinadi-da. Buni kashtachi qizlarim sovg'aga tikib berishga. Yo'q. Dizayn uchun sizda bo'lsin, Nargiza opa. Bu hozir shunda nima bu? Bu sovg'aga, просто для dizayna interyera. Vau, vashshi chiroyli ekan. Juda chiroyli. Mana bullari, naqshlari, ulardan ko'p qizlar juda tez chiqaramiz deyman. Shuning uchun talabga qarab mana yaxshi narsa bugunga. Bular ham qo'l mehnatimi shunda? Qo'l mehnati, hammasi qo'l mehnati. Hozir anaqa chiqib ketgan-ku, tayyori, mana tikib qo'yadilar. Bu tayyor emas, hammasi qo'l mehnati.
Mana hammasi tikib chiqilgan, birma-bir tayyori, magazinli Xitoyniki emas demoqchimanda. Hozir butun respublikada juda ham avjiga olib ketgan. Hozir haqiqatan mashhur bo'lib Juda ham ketdi. mashhur bo'lgan. Bitta narsani juda ham aytib o'tishim kerak. Ko'p tikuvchilar bir vaqtlar bir kuni menga Instagramdan bir yaxshi shu kashta tikadigan ayolimiz yozib qo'ydi. Voy Nargiz opa, nimaga meni nusxalarimni o'g'irladingiz? Aha. Men shokdaman. Uni nusxalarini qanday o'g'irlashim mumkin dedim. Sababi kashtani naqshlari bu meros. Aha. Bu meros, ya'ni qadimdan o'sha anor gullari, bularni mana gullari bor-ku o'zini. Mana anor gullari, mana bu naqshlar hammasi bu meros bo'lib kelayotgan narsa. Mana bu ornamentlar, mana shu gullar hammasi bo'lib kelayotgan narsalarda. Men aytdim, endi men dedim, hamma narsani olib shu jarayonni berib yuboraman, faqatgina dedim uni dedim kashtachi qizlarni o'zlari qilib berishadi deb kechirasizlar. Buni olmasam bo'lmaydi. Hamma narsa aralash, kashtalar отдельно turardi. U kashsha bo'lyapti-da. Boshqa ichida. Bu kishi boshliqda o'shacha hozir tekshiryaptilar. Hamma narsa kasha bo'lganda, hamma narsa aralash bo'lib ketganda. Nima demoqchi edim, yana qaysi modellarimizni. Qizlar Keling, bir boshdan ko'rib ketaveramiz. Ha. Endi boshdagilarni men aytdim, chiroyligini mana bu xalat lozimlarimiz juda chiroyli kiyganda rasmlarini qo'yib bersangiz ko'radi chiroyli. Menga alohida rasmlarni tashlasangiz. Обязательно zamочкаlar esa juda chiroyli. Mana bulari. Mana. Hammasini o'zi o'rgandingiz, lekavasi juda chiroyli, odamning gavdasida juda ham chiroyli, ideal darajada turadi. Hammasi. Mana bu choponizni olaylik. Mana shu choponlarimiz ham juda chiroyli. Ichida mana bu ham sotuvdagi ko'ylaklar. Hozir. Bu choponlarimiz Buni ko'rib odam kelin bo'lgisi keladi. Ha, kelin bo'lgisi keladi. Kelin bo'lmaganlar ham kiyar, ha? Kiyadi-ku. Bular kashta emas, qizlar. Ha, to'xtang, bo'lmasa kashta emas. Kashta bilan tushunmadim hozir. Pop-popni nima farqi bor? Men tushunmasganim. Pop-popni farqi pop-pop mashinkada qilinadi. Ya'ni pop-pop mashinkasida. O'zini mashinkasi bormi pop-popda? Buni обязательно o'zini mashinkasida tikiladi bular. Aha. Lekin qanaqa mehnati? Kashtada mana bu qo'lda. Ha, bu qo'lda birma-bir bigizda tikib chiqiladi bu narsada. Pop-popda ko'pchilik farqiga bormay qoladi. Masalan, men bilmadim hozir. Pop-popda mana oralari ming maqsam pop-popni iplari sintetika iplar. Bular tabiiy bo'yalgan, qalin iplar bular. Mana bular. Mana Suzani kashta. Hammasi, demak. Ha. Bular boshqa, pop-pop boshqa, kashta boshqa. Shunda narx qanaqa bo'lyapti? Ham, конечно, разницasi большая, baribir buni sal arzonroq, lekin buni ham mehnatlari, bu ham albatta. Xuddi o'sha jarayonda qilinadi bu ham. Faqat bu tezroq bo'ladi-da, shunaqa bo'lyapti. Ha, bu tezroq. Buni ham отдельно pop-pop tikadigan qizimiz bor, opamiz. Ularga berib yuboraman. Shahnoz opa, o'zlarini ham aytib o'taman, faqat shu. Salom Shahnoz opa. Shahnoz opa. Shularga tiktiramiz, ular qilib beradilar buni. Har doim, har xil fason ko'ylaklarga. Buni narxi qancha? Buni narxi aytaman, bizda arzon, 4 million, bizda arzon. Bu yerga rasmini chiqaramiz unda. Rasmlarini chiqaramiz. Bu orqangizdagi ham pop-popmi? Bu orqamizdagi ham pop-pop. Bu orqamizda pop-pop, juda kichikkan pop-pop deydi-ku. Nimaga? Bezaklari. Buni shu bezali bir bezakchi qizimizda qolib ketdi-da, shu bilan keldi. Bu ancha bo'lgan. Shu bezaklari chala qolib ketdi-da, mana igna iplari bilan endi tikilyapti. Hamma joyda iplari bor, ana qilmaysizlar, mana. Bu zakazkami shunda? Bular sotuvga. Sotuvga. Sababi kelinlar birdan tayyor narsalarni yaxshi ko'radi. Tayyor bo'lsa boshini og'ritib o'tirmaydi. Bizaga o'xshab, Biza qancha tikuvchiga qatnardik, fason topardik. Shunday. Rostdan ham vaqtimiz o'tib ketardi-da shu bilan. Katta
katta ayollarimizga, sal razmeri kattaroq ayollarga mana chiroyli modelkalarimiz bor. Hammasi ruchnoy, bezakli, ko'ylaklarimiz. Narxini ham aytib ketavering agar iloji bo'lsa. Bular hozir hammasini skidkaga qo'yganmiz 450 ming so'mdan. Mana qizlar 450 mingdan tayyor. Boshlaringizni ortda turmaysizlar, fason topaman. Ruchnoy tikilgan hammasi. Mana bu ko'ylagimiz 550 mingdan. Buni hamma ranglarini, hamma navlarini qilgan biz. Mana. Biserlar bilan tikilgan, ruchnoy, hamma joy, kleylangan joyi yo'q-da. Hammasi tikilgan. Bular ham ko'ylakchalar. Buni materiali zo'rda buni. Mana aynan hozirgi havoga. Hozirgi havoga shu issiq ketgancha bemalol kiyishlari maza qilib. Qizlar lekin issiqda ham kiyib yuradigan qizlarimiz ko'p. Shunaqa. Kechqurun paytlari kiysa ham bo'ladi-yu, bu kaltaroq. Bu kelinlarga zo'rda. Qizchalarga chiroyli turadi bular. Ko'rsating. Yengchalari. Aha. Yengchalari. Skromliroq, unaqa bezak qilinmagan, mana lozimchalarida ham bor. Qizlarga deb shu uchun aytamiz-da, lozimlarida ham. Buni narxi qancha? Bular 400 ming so'm. 400 ming so'm. Yoqalik mana qavatlarimiz bor, chiroyli. Mana bularimiz mana chiroyli. Mana. Bularni ham skidkada qo'yganmiz. Qizlar qarasalaringiz, hamma joyi mana buni biser bilan tikilgan. Mana ruchnoy juda chiroyli biserlar. Bu mashinkada yuvganda nima bo'ladi? Masalan, menga o'xshaydigan qo'lda yuvmaydi-da. Hech narsa bo'lmaydi. Sababi juda ham qalin, 4 qavat ipdan tikilgan. Bemalol mashinkaga tashlasa bo'ladi. Qizlar, menga o'xshaydiganlar bo'lsa bemalol yuvaveringlar. Hech narsa bo'lmaydi. Hozirgilar menimcha mashinka. Именно shu mashinka masalasida mashinkaning oboroti bor. Xo'p. Gradusi bor. Juda baland oborotda emas, buniyroq oborotda qo'yganlaringizda hech narsa bo'lmaydi. Lekin bir xillar mana bu o'zi tushunmaydi yoki oborotkasini juda tez harakat qiladiganda qo'yadi. Unda ming biza sifatli tiksagan, qalin ipda tiksagan, bular biser, ya'ni shisha bu. Shishaning oxirlari hamma joyi anaqa bo'lmagan bo'ladi, ya'ni shisha bo'ladi o'zi. Eng qimmat yaponskiy biserda tiksagan o'sha ipni kesadi. O'sha narsani inobatga olinglar-da. Biserlaringiz bilan keyin tanishib chiqamiz hozir. Hamma biserlaringizni ko'rsatib chiqasiz. O'sha narsani mana. Sal skromni yaxshi ko'radigan qizlarga buni ham masalan e'tibor bersangiz, andaza qilib qilingan fasonlar. Mana bu yerda boshqa material qo'shganmisiz? Yo'q, boshqa material qo'shilgan. Bu dvoykalarimiz ham mana juda chiroyli. Juda chiroyli ekan. Aha. Bruchkasi bilan. Materiallar ham bir-biriga zo'r mos tushdi. Bular chiroyli. Bularni hali video rasmlar buni hamma ranglari bo'lgan. Hamma ranglar bilan 850 ming so'mdan sotganmiz. Hozir skidkada 450 ming. Bu sal qalinroq, a? Da, qalinroq. Buni olib qo'ysalaringiz uzungina kuzda. Hijobli yenglari uzun kiyganmiz. Hijobli qizlar ham kiyadi. Hijobsiz mana salqinroqda sal uzunroq kiyaman degan qizlar pastida bruchkasi bilan. Bruchkalari ham o'zi полностью bryukalarigacha bezalgan. Kengmi bryuklari ham? Da. Kichkina. Mana. Bryuklari bilan полностью bezalgan. Materiallarni ham hammasini o'zingiz olib kelasiz-da, narsa. Materiallarini hammasini o'zim olib. Yo, unga ham maxsus odam bormi? Yo'q, unga maxsus odam yo'q. Uni o'zim gaplashaman, o'zim boraman. Agar o'zim bora olmasam ham Toshkentda shu Siz Toshkentdan olib kelasiz materiallarni. Yo'q, shu yerdan o'zimiz bozordagilar mana bir vaqtlar bo'lib qoladi. Srochni nimalarni qilishimiz kerak. O'zimiz bozordagi shu material sotuvchi opalar bor, singillar bor. Material sotuvchilar opalarga salom. Hammalaringizga salom. O'shalardan bemalol olamiz, sotib olamiz, shunday olib kelamiz, keyin hisob kitob qilamiz deymiz. Shunday o'sha taraflari ham bor. Unda 2 marta salom ekan. Ularga 2 marta salom, ularga kattakon rahmat hammalariga. Toshkentdagilarga ham, o'zimiz Navoiydagilarga ham hammalariga. Даже shunaqa momentlar bo'ladi, kechki payt bo'lsa ham bozorni ochib berib, bizga material olib berishadi. Ishlamagan kunlari ham material berishadi. Bizga borib biz uchun spesialna material olib berishadi. U yoqda jarayon bo'lyapti, u yoqda ishlayapti qizlar. Shovqiniga e'tibor bermaysizlar. Shovqinga e'tibor bermaymiz. Shunaqa ko'p. Wow, mana buningiz. Mana bu ya chiroyli. Chiroyli.
ko'ylak lozim. Ko'p ko'ylaklarimiz oxirgi vaqtda yenglarni uzun qilyapmiz. Talabga qarab. Ko'pchilik qizlarimiz o'ranishyapti, hijobga kirishyapti. Shuning uchun qizlarga yengi kaltadan yengi uzunroq bo'lsin deb. Juda chiroyli. Yoqani ham aytib o'tay. Shu yoqani. Именно ana shu yoqamizni o'zimiz qilgan biza. Butun Navoiy viloyati adashmasam, endi maqtanish emas, конечно, qizlar butun respublika ham ana shu yoqachadan keyin tikishdi. To'g'ri, bezaklari boshqacha. Unda maqtanish. Unda maqtanish. Shundan tikishdi. Nima qildi? Именно biza qilgan biza birinchilardan bo'lib, eng birinchilardan balkim kimlardir ham qilgandir, balkim kimlardir ham shu narsani qilib, balkim ular Instagramga qo'ymagandir, lekin именно shularni birinchi marta shu yoqalarni qilganimizda, именно babuchkani qilganimizda juda ko'pchilik dizaynerlar, tikuvchilar hammasi shundan tikdilar. Da. Shunaqa. Yana nimalarni ko'rsatasiz bizga? Mana o'shani mana babuchkaliklari mana. Jigarni ham oling mana. Mana. Bu chiroyli. Buni endi mana buni lekin biza bu chiroyli, to'g'ri bezaklarni o'zimiz qilgan biza. Bu chiroyli. Buni lekin har doim odam haqiqatni aytib o'tish kerak. Instagramdan ko'rganman. Bu yoqani modelkasini o'zimga juda yoqqan. Tojikistonlik dizaynerlar tikkan ekan, menga yoqqan, keyin shuni tikkanman. Odam har doim to'g'risini aytib o'tish kerak-da. Qizlar lekin bu hozir hamma aytardi-da, telefonda bunaqa chiroyligini berib bo'lmaydi deb. Realni bu hayotda juda chiroyli. Telefoncha ko'rsatib bermayapti. Hamma narsani nepiridan yo'qda. Materialni o'zi ham chiroyli ekan-da. Materialni o'zi ham juda chiroyli, o'zi ham yaxshi. Mana shu modeldan ham chiqarganmiz. Katta razmer. Bu qancha, Nargiz opa? Bularni 650 mingdan sotganmiz. Materiali qizlar, nima demoqchimanki, bu materialni Toshkentdan Gulg'unchadan olaman. Abu Sahiy mana ko'rayotgan bo'lsa, Abu Sahiyda Gulg'unchadan olaman. Ular faqatgina mana yaqindagina Koreyaga yopilibdi. Именно Koreyani materiallari, koreyskiy pombarxlardan tikkanmiz. Hamma material Xitoynikidan tikmaganmiz. Endi xudo xolasa bu yoqqa agar yana ochilsa, dalshi yana koreyskiy pombarxlar tikamiz. Bo'lmasa endi ilojimiz yo'q. El qatori Xitoyning pombarxlaridan tikaveramiz. Nima farqi bor ular? Endi koreyskiylar sifati bilan, o'zini ushlab turishi bilan, dizayni bilan ajralib turardi. Ko'pincha Koreyadan kelgandan keyin ko'pchilik o'sha bozordagilar o'shani Xitoyga borib olib kelishadi, chiqarib kelishadi. Ikkinchi variantda. Endi men eshitishim bo'yicha, bilishim bo'yicha, yana kimdir negativ yozib qo'ymasin. Bilishim bo'yicha, lekin koreyskiylar har doim qimmatroq, Xitoyniki arzonroq bo'ladi. Ishlaganmisiz Xitoylik bilan? Xitoy bilan ham ishlaganman. Ular sal yumshoqroq, sal endi kichkinaroq bo'lardi. Koreyskiy endi kengroq, narx borasida ham bular qimmatroq, ular arzonroq. Bularning sifati yaxshi. Buni keyinchalik hech narsa bo'lmaydi-da. Materialni o'zini pombaxtda ham yaltirab turadi-da. Hozir ushlab turganingiz ham shunaqa koreyskiymi shunda? Bular koreyskiy. Hozir ana shularni xuddi shunaqalarni Xitoyniki ham chiqqan. Bular boshida birinchi kelgan o'sha koreyskiy variantdan tikkan biz mana. Bular ham mana koreyskiy pombaxt. Tikuvchilar tushunibdi hozir bizning gapimizni. Men tushunmayotgan bo'lsam ham. Bular ham Koreya. Endi balkim hozir chiqib ketgandir Xitoyniki, men bilmadim, lekin har doim koreyskiy pombaxt sotadigan o'zimizni sotadigan sotuvchimiz bor, o'shalardan olaman koreyskiy har doim. Endi materialda har doim chiqayotgan vaqtda ishlab chiqarish qilasizmi, klientlarga tikib berasizmi? Sifatli materialdan tikish kerak-da. Nimaga? Qimmatroq bo'lsa ham sifati yaxshi bo'lishi kerak. Ertaga uyaltirmasligi uchun, ertaga o'sha inson ozmi ko'pmi pul sarflagandan keyin yaxshi narsa kiysin. Mayli, sal kimnikiga nisbatandir qimmatroq bo'lishi mumkin. O'sha bir xil deb o'ylaydi-yu, klientlar inogda voy palonchida ham bor. Yo'q. Shunaqa yo'q. Lekin o'sha narsani ko'proq kiyadi. Men ham bilmasdim. Hozir aytganingizdan keyin tushunyapman. Ko'proq mazza qiladi. O'sha inson o'sha narsani yaxshi kiyadi. Keyin bir xilda o'sha sal arzonroq variantlarni tizzalari chiqib, cho'zilib qoladi lozimlarni. Yengi uzun bo'lsa, yenglari sal joni qochib qoladi-da tezroq. Buniki sal ko'proq xizmat qilib beradi. Tushunarli. Keyingisiga o'tamiz.
Yana qaysini yana maqtamoqchisiz? Hammasi maqtagulik. Hammasi chiroyli. Hammasi chiroyli. Hammasi mana chiroyli variantlar. Даже shular ham mana ruchnoy qizlar ishlov berilgan. Mana ruchnoy. Hammasiga ishlov berilgan. Chiroyli. Bu qizlarga, yangi kelinchalarga, qizchalarga chiroyli shunaqa variantlar. Bu narsasi. Keyingisi. Bular mana bu modelkalarimizdan. Bular 400 ming so'm. Bular. Bizda Navoiyda bu regionda bolgarka deydilar-da. Biz nomi velour bilan, endi bizda bolgarka deydilar. Mana yoqalarni har xilidan qilingan-da, yoqalarni kattaroq rasmlar ekan bu. Yoqalarni hamma xilidan qilingan. Qizlarimiz chiroyli qilib bezak qilinadi. Bu bryuchniy, ustida kostyumchik. Bizani kontingent, ya'ni bizani viloyat shunaqa yaxshi ko'radi-yu, tosh bezak. Bunga bo'lsa ham bezaklik yoqalik qilib berganmiz. Bu shunda dvoyka? Dvoyka, ha, ichida bryuchkasi bor. Ichida mana qora materialdan bryuchkasi. Boshqacha material. Ha, qora yoqasi qora-ku. O'shuning uchun qora yengini vstavkalari, ya'ni yengiga qo'shilganlari ham qora material. Shuning uchun bryuka ham qora. Keling o'tirib gaplashamiz. Yoshni hurmat qilinglar. Yoshni hurmat qilinglar. Yoshimni ertalab bir dunyo xizmatlar qilib kelyapman. Bu yerni ham ko'rmoqchi edim. Bunga qachon kirasiz? Keyin. Qachon? U yoqda ularni ham ne olsang bular ish qilyapti ekan. Rossiyaga ketganlar, ayamasalar bo'lmay qo'ydi. Mani sharoitim yo'q, mani pulim yo'q deydi ko'pchiliklar. Men 10 ming so'mga tikardim bir oddiy yubkani. Yaxshi niyat qilinglar, maqsadlarni katta qo'yinglar. Tikuvchi emas. Tikuv sexi deganmiz, telefon nomeri oddiy bunaqa черно-белый telefonchalarimiz bor. Ishimiz bo'ladi. Mohira opa juda yaxshi inson, juda yaxshi ayol. Qanaqa situatsiya bo'lsa ham ana shu kasbimni orqasida men insonlarni oldida hurmatga loyiq bo'lganman. Borasiz, o'zingiz ustingizda ishlab o'rganib borasiz. Biznesmen ayol tushunasizlar. Uzrda.